Samarqand ostida 1000 yillik sir yashiringanini bilarmidingiz? Arxeologlar topgan bu shahar hali hamon ko'plab jumboqlarni saqlab kelmoqda. Afrosiyob Samarqandning eng qadimiy qismi bo'lib, uning tarixi 2500 yildan ham uzoqqa borib taqaladi. Qazishmalar davomida bu yerda hashamatli saroylar, rang-barang devoriy rasmlar, qadimiy ko'chalar va uylar topilgan. Hatto Xitoy, Hindiston va Eron elchilari tasvirlangan mashhur devoriy suratlar ham aynan shu yerdan topilgan. Lekin eng katta sir shundaki, nega bu ulkan va boy shahar tashlab ketilgan? Tarixchilarning fikricha, 8-asrda Mo'g'ullar bosqini shaharga juda katta zarar yetkazgan. Boshqa taxminlarga ko'ra esa, suv yo'llarining o'zgarishi va savdo yo'llarining boshqa tomonga ko'chishi bunga sabab bo'lgan. Ammo olimlar hanuzgacha barcha savollarga aniq javob topa olishmagan. Shu sababli Afrosiyob bugungi kungacha O'zbekistonning eng sirli va tarixiy maskanlaridan biri bo'lib qolmoqda. Sizning fikringizcha Afrosiyobning asl siri nimada? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Shunday jumboqli, tarixiy va ilmiy faktlarni bilishingiz uchun bu kanalga obuna bo'ling.